merhaba. Bugün sizlerle uçuruşlarımız maksat. Dememizin danıştırayım başta. Ben biznes rivajlandırış Baykan Kabıkayım başqaruvchi o'rinbosariman. Biznes rivajlandırış boyunca şu boyunca mahalleyine, Müstakillik mahallesinden gelip bugün tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor edi. Sizlar bilan uchrashib, muammolarimizni o'rganib, ijobiy hal etish maqsadimiz. Şu an bugün yine şu tadbirkorlar yayınlangan ekan. Samandar Sirojbek Imchijimon. Assalomu alaykum. Sizlarning muammo Savasa kredit necha so'm? 200 milyon. Banka ariza berdingizmi? Tamam. Ariza bergan bo'lsangiz, tez kunlarda ko'rib chiqib ijobiy qarashga harakat etamiz. Bo'ldi, rahmat. Keyin Shahzoda Shahzodbek Shahshaporovich. Assalomualaikum. Assalomu alaykum. Abdullayev Farhadman, PK 312 dasturi bo'yicha 200 million kredit olgan. Nima uchun? Chorvachilik. Chorvachilik uchunmi? Tamam. Necha ish o'rnayapsiz? İş yolu. Banka ariza berdingizmi? Evet, tamam. Ariza bergan bo'lsangiz ko'rib chiqib ijobiy qarashga harakat etamiz. Sporingdan o'tsa, tez kunlarda kreditimizni chiqarib beramiz. Tamam. Tak, Nergizlar Imchiji. Assalamualaikum. Assalomu alaykum. PK 381 dasturi bo'yicha, tikuvchilik bo'yicha kredit 100 million. Nerede qilasizmi? Hanka. Uyingizda qilasizmi? Tamam. Bo'ldi. Ariza berdingizmi? Tamam. Ariza bergan bo'lsangiz ko'rib chiqib ijobiy qarashga harakat etamiz. Tak, Hanka Shirin tikuvchilik bo'yicha. Assalomu alaykum. Nurmetova Shirin ben. Mhm. Hanka Shirin tikuvchilik mesela başlamaman. 100 milyon kredi alıp tadbirkorlikni rivojlantirib qilmoqchiman. Bo'ldi. Ariza berdingizmi? Banka ariza topshirdim. Ariza bergan bo'lsangiz ko'rib chiqib ijobiy qaratishga harakat etamiz. Boshqa deyishingizda savol yo'q bo'lsa, hammaga katta rahmat. Hammangizning muammolaringizni hal etib beramiz.